Uyghur qirg'inchiligi Amerika prezidenti saylami nomzodlarining qiziq nuqtasiga aylandi. Tramp hukumati Xitoyni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizish bilan ayblashni o'ylashayotganligini oshkorladi. Şunun bilan bir vaqtda Demokratchilar partiyasining nomzodi Joe Bidenning saylam atriti Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlarga qaratgan bostirishini irqiy qirg'inchilik deb ataydiganligini e'lon qildi. Ismini oshkorlamagan ikki nafar hukumat amaldorining oshkorlashicha, Tramp hukumati Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'ur musulmonlarga qaratgan bostirishlarni irqiy qirg'inchilik deb atashni o'ylashayotgan bo'lib, agar irqiy qirg'inchilik degan so'zni ishlatishga yetarlik o'rtaq tunish hosil bo'lmasa, Tramp hukumati uning o'rniga Xitoy rahbarligini insoniyatga qarshi jinoyat yoki milliy tozalash qatorliq boshqa vahshiyliklar bilan ayblashi mumkin ekan. Gollandiya Tashqi ishlar ministri Steve Blok Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Xitoyning Hong Kong alohida ma'muriy rayonida davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'ygandan keyin yuz bergan ishlar va Uyg'urlar to'g'risidagi andishalarni o'tirg'a qo'ydi. Gollandiya Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Den Haag shahrida o'tkazilgan yig'inda Xitoy virusidan keyingi iqtisodiy masalalar, Hong Kongdagi o'zgarishlar va Xitoyning Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq tafsandijiligi qatorliq masalalar muzokara qilingan. Blok Wang Yiga o'zining davlat bexatarlik qonuni, Hong Kongdagi saylovning kechiktirilishi va o'qituvchilar va jurnalistlarning qo'lga ilinishiga bo'lgan andishalarni yetkazgan. Blok yana Xitoydagi osonliq millatlarga qaratilgan bostirishlarga diqqat qilib, Uyg'urlarga bo'lgan andishasini ifodalagan. Blok o'zining Twitter hisobidagi yozmasida o'zining Xitoy tashqi ishlar ministri bilan unumli ko'rishganligini va Xitoy virusi yuqumidan keyin iqtisodning sijil asliga kelishi uchun hamkorlikning muhimligini ta'kidladi. Yana bir tarafdan Gollandiyadagi Uyg'urlar Tashqi ishlar ministrligi oldida namoyish qilib, Uyg'ur kishilik huquq dafsandachiligining kun tartibga qo'yilishini talab qildi. Hong Kong saqchilari 26 avgust yana keng ko'lamli tutqun qilish harakati elib bordi. 2 nafar demokratchi parlamentining a'zosini o'z ishiga olgan 16 kishi qo'lga olindi. Lam Chek-tong va Tadxoy Hong Kong qonun chiqarish organining demokratik partiyadan bo'lgan a'zolari bo'lib, chorshanba kuni atdiganda uylaridan tutib ketilgan. Lam Chek-tong o'tgan yili 6-iyuldagi bir namoyishda umumning miliga buzg'unchilik qilish va 21-iyuldagi bir voqeaga chetlab qilish bilan ayblangan. Tadxoyning partiyasi uningmi o'tgan yili 6-iyuldagi namoyishga chetishliq deb qo'lga ilinganligini bildirgan. Hong Kong yerlik taratqullarining xabar qilishicha, saqchilarning chorshanba kunidagi harakatida yana boshqa 14 kishi qo'lga ilingan. Hong Kongdagi demokratik namoyishlar o'tgan yili 6-oyda boshlangan bo'lib, uda 7 oy davomlashgan. Bu jarayonda 9 ming kishi qo'lga ilingan. Xitoyning davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yishi bilan Hong Kongda bostirish kun sayin kuchaymoqda. Amerika hukumati Janubiy Xitoy dengizida ilib berayotgan qurilish va harbiy harakatlarga qatnashganligi uchun 24 Xitoy shirkati va bir qism Xitoy fuqarolarini jazo tizimligiga kirgizdi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozma bayonotida Amerika erkin va ochiq Janubiy dengizni qo'llaydi. Biz mayli cho'ng kichik bo'lishidan qat'iy nazar barliq davlatlarning egilik huquqiga hurmat qilamiz. Shundaqla xalqaro qonun bo'yicha dengizda tinchlik va erkinlikni qo'g'dashni xohlaymiz dedi. Tilga ilingan kishilarning ism familiyasi berilmagan bo'lsa-mu, jazo tizimligiga kirgizilgan kishilarning oila tavobatlarining Amerikaga kirishi cheklanganligi ta'kidlandi. Bayonotda yana Xitoy armiyasining Janubiy dengizdagi xalqaro ayblangan sun'iy orollarning qurilish va harbiy faoliyatlarda roli bor bo'lgan 24 shirkatning jazo tizimligiga kirgizilganligi ta'kidlandi. Uda yaqqan qattiq yomg'ir Xitoydagi eng chong daryo bo'lgan Changjiang va uning tarmoq yaqinlaridagi suv o'rnining o'rilishini va har qaysi o'lkalarda kelkun ofatini keltirib chiqardi. Egilinishcha, kelkun Sichuan, Gansu o'lkalarida va Chongqing shahrida turmushga posit ta'sir ko'rsatgan va zo'r iqtisodiy ziyon solgan. Gansu o'lkasi suvchilik nazoratidan egilinishcha, yaqinda Gansu o'lkasida yuz bergan kelkun suv tejash aslahalariga og'ir ziyon solgan. Bevosita iqtisodiy ziyon 4 milliard 178 million yuanga yetgan. 8-oyning 10-kunidan boshlab Gansudagi qattiq yomg'ir va kelkun Longnan, Gannun, Linsha, Dingshi, Tianshui,
Pingliang, Changyang va Lanzhou qatorliq 8 shahardagi 33 rayon va nahiyada ko'p qitim suv tejash turiga buzg'unchilik qilgan. Bevosita iqtisodiy ziyon 4 milliard 178 million yuan, taxminan 607 million dollar bo'lgan.